$10,000 qarz bering. Yo'q. Do'nor aka ishchilarga rahbar qarz bersa bo'ladimi? Endi qarang. Xodimlarga qarz berishni ham tartibini o'rnatish kerak. Bu ham chunki hisob kitobli dunyo. Ertaga taq qilib o'ylasiz, qarz qolib ketadi, unga ham bir noto'g'ri ish bo'ladi-da. Tavsiya qilaman. Birinchisi, qarz bersa bo'ladi, lekin u fonddan berilishi kerak. Korxonada mana shu xodimlarga ekstrenniy qanaqadir muammolar bo'lib tursa, yordam qiladigan bir fond ajratib qo'ysa, yaxshi va o'shandan berilishi kerak. Qarz berilishi kerak, u qanday tartibda qaytarilishi bo'yicha shartnoma qilib berilishi kerak xodimga. Qarz berilishi kerak, bu ham bir ijtimoiy paket ichida bo'lishi kerak. Ya'ni qaysidir xodimlar, qaysidir toifadagi xodimlar bu ijtimoiy paketdan foydalana olishi kerak-da. Har kun ishdan kechib keladigan, samarasiz ishlaydigan xodim ham qarz olib biladi, yordam olib ketyapti. Bu yerda qiynalib qoldi, onasi, otasi kimdir kasal, pul kerak, so'rayapti, bunga berilmayapti pul. Yoki-da bera olmay qolyapti. U noto'g'ri bo'ladi. O'sha uchun ijtimoiy paket shunaqa qilish kerak. Xodimlarni darajasiga ko'ra berish kerak. Endi undan tashqarisi tadbirkorni savobga bo'lgan, yordamga bo'lgan ishtiyoqi qolgan. Korxona darajasida u tartibli bo'lishi kerak, qisqasi. Siz ham korxonangizda qarz berish tizimini, qarz berish standartini ishlab qo'ying. Boshingizni og'riqdan qutqarasiz.